Hammaga salom, siz bilan Jo'rabek Ibragimov kanaldagi yangi videoga xush kelibsiz. Bu videoda biz Rik va Morty multserialini 8-faslini 2-qismini tahlil qilib o'tamiz. O'tgan tahlilimizda biz oddiy video chiqargandik nareskalar bilan, nimagadir tekst o'qilgani uchunmi sizlarga biroz tushunarsiz bo'libdi. Shunga endi bu safar o'zim chiqib, shaxsan chiqib hamma narsani tushuntirishga harakat qilaman. Demak, o'rtoqlar, tayyor bo'lsangiz boshladik. Bu seriyani nomidan boshlasak, u Valkyrie deb ataladi va Valkyrie operatsiyasi nomli filmga shama qiladi. Bu yerda bo'layotgan voqealar, umuman atmosfera, u yerda bo'layotgan yig'ilishlar ko'pligi, hammasi mana shu filmga atsilka qilgan va qisman nimalarnidir o'sha yerdan olib ustidan kulishga harakat qilishgan. Chunki har bitta narsani tasdiqlash uchun ular yig'ilish uyushtirishi bo'rttirilgan o'sha filmdagi bo'lgan narsani shunaqa qilib ko'rsatib berishgan. Filmda ham mana shunday zagovorlar bo'lishi, imperiyani ichidan turib qo'zg'olon uyushtirish yoki qirolichani o'ldirishga o'xshagan narsalar bo'lgan. Mana shundan ular ilhomlanib bu seriyani yaratishgan va bu narsani ochiqchasiga nomida yozib qoldirishgan. Mutant siviritkasi Marvel kinolariga, Marvel komikslariga atsilka deb qabul qildim shaxsan o'zim, chunki simbiot deganda Venom esimga tushdi. Bu rivojlangan simbiot. Super soldat siviritkasi deganda Kapitan Amerika yavni ko'z oldimga keldi. Yangilik. Super askar formulasimi? Men yangilik dedim. Ijodiy inqilob emas. Chunki super soldat siviritkasi deyish faqat mana shu komikslardan kelib chiqqan narsa bu. Bu seriyani qahramonlariga keladigan bo'lsak, bosh rollarda Spacebet chiqqan. Jerry, Morty, Summer umuman yo'q. Hamma narsa koinotda sodir bo'lyapti va hamma narsa koinotda o'zini yechimini topyapti. Bu qismda biz taniganlarimizdan faqat Rik va Bet bor. Yangi personajni juda ham zo'r taqdim etishgan prezentatsiyasini Sisko degan yigitni bizga aytishi bo'yicha, Rikni o'zi aytishi bo'yicha u qush odam bilan teng darajada turadi. Twitterda ham bu Redditlarda juda ham muxlislarning orasida ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi, chunki odamlar shunchalik kulishyaptiki, bo'ldi tezroq qora dori bilan o'ynashni tugatsin Sisko. Bo'lmasa u ham sutemizuvchilarga o'xshab tartibsiz bo'lib qoladi deb hazil qilishgan odamlar. Bu juda ham ko'p muhokama bo'ldi muxlislarning ichida. Va bu yerda bizga qush odamni va biroz ulg'aygan qush odamni qizini ko'rsatishgan. G'alati, chunki na Morty, na Summer, na boshqalar o'zgaryapti, lekin qush odamni qizi ulg'ayyapti. Shunga hayron qoling. Balki qushlarda hammasi tezroq bo'lar, chunki Grand Flamitlarning o'zlari ham har bir necha oyda bu to'liq yangilanib, to'liq tarixi yangilanib ketadi. Ular tez ko'payib, tez qirilib, yana tez ko'payib olishadi xullas. Balki boshqacha ishlar ularda hammasi. Odamlarga qush odamni qizi ham juda ham yoqqan, chunki u otasini ismini olib qolgan va onasidan qolgan xarakterini olgan va sovuqqonli olgan. Sovuqqonli ko'proq onasidan emas, otasidan o'tgan va vahshiylik unda bor. Juda katta smes bo'lgani uchun odamlarga bu personaj juda yoqib qoldi. Yana ko'rgimiz kelyapti deb yozishgan. Men o'zimga ham qiziq, yana nimalar qila oladi bu personaj, yana qanaqa kulgili voqealarni kelib chiqara oladi. Xo'sh, ularni o'ldirish mumkinmi? Bitim tugadimi? Bilmayman. Tugadimi? Va bu qismda Ghostbustersga ham atsilka bor, ya'ni o'sha sharpa ovchilari bo'lsa kerak o'zbek tilida ko'rmaganman bu kinoni. Охотники за привидениями rus tilida. Bu filmda Shlimer degan yashil rang sharpa bo'ladi. U sharpa bo'lishiga qaramasdan o'sha sharpani ovchilari bilan birga yuradi bitta jamoada. Mana shu narsani ular atsilka qilib prikol qilishgan multserialda. Xo'p, kutilmagan sherik arvoh ovchilari bilan do'stlashib yuradigan arvohga o'xshaydi. Bu bilan omad tilayman. Ya'ni u yashil narsa bo'lish uchun zo'rlik qiladi, lekin uni asmasin. Keyin bizda o'zbek tilida tushunilganmi, tushunarsizroq bo'lib qolganmi ozgina tarjimasida. Chunki yashil narsa deb aytib ketilgan. Yashil narsani qanchalik tez ilg'ab olishgan, chunki hamma narsa tez gapirilgan u yerda. Kim yumorni tushungan bo'lsa tushunib olgan o'sha joyda. Tarjimani shu tomoni ham qiyin. Точно yetkazib berish uchun mana shu точно tarjima qilinyapti, lekin u tezlik, temp, boshqa narsalar bilan sal siyqalanib ketishi mumkin. Lekin bizni tarjimamiz eng zo'ri o'rtoqlar, shunday ekan hoziroq premium guruhimizga tushinglar, obuna sotib olib bu qismni tomosha qilinglar. Maksimalna zo'r sifatda chiqaryapmiz o'rtoqlar. O'zingizlar ko'rib tomosha qilinglar, har bir holatlari, baqir-chaqirlari hammasi qilingan. U televideniyani oddiy zakadr emas. Bu rostdan mehr berib muxlislar tomonidan ishlangan dublyaj o'rtoqlar. Maroq bilan tomosha qiling, yoqimli tomosha tilayman. Ikkinchi qismda shuningdek boshqa eski fasldagi qismlarga
shamala bor, chunki u yerda o'sha Mr. Pancakes deb nomlanadigan televizion передача qaytib kelyapti. Mana bu Natsik tomosha qilib o'tirgan bo'ladi u filmni. Men hayronman, nimaga hasharot odamlarning filmlarini ko'rib o'tiribdi, serialini. Shu narsaga ham atsilka qilib ketishgan. Qush odamni alohida seriyasiga atsilka, o'sha qonli tepalikka atsilka bo'lgan. Ishonchim komil, qarshilik bunga qiziqish bildiradi. O'zingizga xona oling. Ha, juda kulguli. Yerto'ladagi sushi podval. Ular o'sha joyida turmasdan yaxshiroq bo'lib olgani, ya'ni ham hammadan tepaga chiqib olgani darajasi bo'yicha o'sha narsa ham aytib o'tilgan. Hamma joyda o'zgarish bo'lyapti, hamma qimirlayapti multserialda, faqat Rik va Morti ulg'aymayapti xolos. Ular yoshi birdek turibdi. Bu seriyada oilaviy mana bu ota va qiz mavzusi ozgina komichniy ko'rsatilgan, ya'ni Bet dadasidan meni tashab qo'ying ishga deydi, keyin bir necha kvartal nariroqqa tashab qo'yavering deydi. O'sha men uyalaman degan ma'noda ularni oldiga dadam olib kelib qo'ysa. Tupurdim. Ketsak bo'ladimi endi? Meni shunchaki shtabga teleport qiling. Yaxshisi u yerdan bir kvartal nariga. Dadajoning olib kelganini bilmasliklari uchunmi? Lekin Rikni egosi hamma narsadan ustun. Hatto qizini bu o'zini yaxshi his qilishidan ham ustunroq, shunga u to'g'ridan to'g'ri ishxonasiga portal ochib o'sha yoqqa qizini olib kirib qo'yadi. Shunda Bet jahli chiqadi Rikdan. Otaligi tutib, hamma bilan urushib ketishlari, hamma narsasi oddiy oilalarda bo'ladigan, oddiy ota-onada bo'ladigan narsani Rik orqali ko'rsatishlari juda ham kulgili, chunki Rikdan buni kutmaysiz. Rik boshqa narsalarni gapirib turgan holatda baribir otalik jihatlarini ko'rsatib qo'yadi. Sen tarbiya bilan shug'ullanyapsan shekilli. Uni o'zi meni chaqirdi. Pand bermaslikka harakat qilyapman. Men ham shunday. Bu mavzu qanaqa parallel ketgan bo'lsa ham yaxshigina odamni esida qoladi, yaxshi taassurot qoldiradi demoqchiman. Xullas, o'rtoqlar, shunaqa bor ma'lumotlar, bor atsilkalar shulardan iborat. Qismni tezroq tomosha qilinglar. 3-qismga ham men hozir sizlarga tahlil tayyorlab qo'yaman. Uni ham tomosha qilasizlar degan umiddaman. Sizga shunaqa videolar yoqayotgan bo'lsa, like bosinglar, o'zingiz fikringizni yozib qoldiringlar. Ko'proq like yig'sak, tezroq tahlillar chiqish boshlaydi. Ko'pchilik qismlarni o'tkazib boryapti. Qani shuncha odam, ham shuncha so'ragan odamlar. Kelinglar, ko'ringlar, tomosha qilinglar tezroq. Tomosha uchun rahmat, xayr, omon bo'ling.